Dastlabki maoshingizni oling va keting. 15 daqiqadan so'ng asosiy darvoza yopiladi. Tayyor turing, yigitlar. Hozir sizlarni ham shilishadi. Qo'lingizni olib tartib bilan hududni tark eting. Asosiy darvoza 15 daqiqadan so'ng yopiladi. Naqdmi yoki chek? Naqd bo'la qolsin. Bor yo'g'i $300mi? Axir 2 hafta ichida 120 soat ishladim-ku. Naqdga aylantirilgani uchun foiz ushlandi. Bu qanaqa gap? Naqd pul kerakmi? Foizini to'lam, balki chekni olarsan. Kompaniya bankrot bo'lganini inobatga olsak, albatta yo'q. Biror nima yoqmayotgan bo'lsa, shikoyatlar qutisi ana bu yerda. Navbatdagi. Ular bizni tushunishmaydi. O'zlari odamlarni shunga majburlashdi. Pullarimizni bering. Bizni olib chiqing. Axir biz yomon ish qilmadik-ku. Pullarimizni beringlar. Tezroq, olg'a. Tezroq. Biz oddiy ishchilarmiz. Sizga o'xshagan odamlarmiz. Nega bunday qilyapsiz? Saflanib harakat qil. Tayyorlan. Mana sizga. Chinursan. Ros. Tuzukmisan, Ros? Rezina o'qlar. Chinursan. Mana senga yaramas. Qani keling. Ey, bo'ling. Prodyuserlar: Paula Wagner, Jeremy Bolt, Paul Anderson. Dodger Cormanning Ajal poygasi 2000 asari asosida. Ssenariy muallifi Paul Anderson. Rejissyor Paul Anderson. Salom azizim. Kechikkanim uchun uzr. Yaxshi ishladingmi? Ha. Ajoyib. Kiyimingni yech. Ular maxsus bo'limni chaqirishdi, keyin boshlandi. Senga munosib emasman. Sen yaxshi odamsan, Jensen Ames. Sen haqingda kim nima deb o'ylashi meni qiziqtirmaydi. Я люблю тебя. Xullas $300. Bizga berishgani shu bo'ldi. Bir amallarimiz. Birinchi marta emas-ku. Ertaga ish izlayman. Я вышла за тебя замуж вовсе не за твои финансовые достоинства. Да что ты? Nega shopni ko'taryapsan? Nima xohlaysan? Qizalog'im, Viper. Erta qaytib beraymi? Baribir hozircha hech nimani tushunmaysan. Lekin men tayyorgarlik ko'raman. Albatta. Bayram qilamiz. Mazali hid kelyapti.